yaratilgan mavjudotlarning ichida eng azizi bo'lgan, eng mukarrami bo'lgan odam va uning zurriyoti dunyoga hirs qo'yar ekan. Boshqa bir jonzot dunyoga hirs qo'ymas ekan. Dunyoga hirslik bo'lgan inson yana dunyoyim tugab qolarmikin degan xavf ham qilar ekan. Vaholanki yerning ostida turgan qurt qumursqani, osmonda uchib yurgan qushni bir kunda tonnalab baliq yeydigan nahayni qornini ham to'yg'izib qo'yyapti. Biror bir jonzot yashashlikka quvvati yetmaydigan eng sovuq o'lkalar bor. U sovuq o'lkalar faqat muzlikdan iborat. Ana shu muzning ichida yashaydigan bir qurt bor ekan. Qurtni ham rizqini yetkazib berayotgan Alloh inson rizqini yetkazib bermaydimi? Razzoq Alloh deymiz u tilimizda. Lekin o'zimizni hayotimizda, yurish turishimizda, o'zimizni tutishligimizda o'zimiz aytgan narsaga o'zimiz amal qila olmayapmiz bugun. Ming afsuslar, ming nadomatlar bo'lsinki, hozirgi kunda aynan ana shu narsaga rioya qila olmayotganligimizdan ko'p hijolatchiliklar chekib turibmiz-da biz. Nafs balosiga yo'liqib, nazarimiz shu darajada och bo'lganki, rizqni halol haromini farqiga bormasdan, endi tirikchilikda endi farzandlar uchun uy-joy qilishlik kerak-da endi. Hozirgi kunda sharoitimizni yaxshilab olishimiz kerak-da deb pora olayotganlar bor. Sudxo'rlik qilib undan mol-mulk orttirayotganlar bor. Tovlamachilik qilib mu'minlarning haqqiga tajovuz qilayotganlar bor oralarimizda. 5 vaqt namozni o'qib, ibodatni qilib, birgalashib bir safda turgan yanidagi bir mu'min birodarini aldab turib uni molini o'zlashtirayotganlar bor. Bozorda turib tarozidan urib qolayotganlar bor. Litrdan, kilodan muhtoj bo'lib turgan hojatmand insonni hojatini chiqarishlikning o'rniga o'zini nafsiga qul bo'lib oxiratini kuydirayotganlar bor. Nima uchun biz bu narsani kuyinib gapiryapmiz azizlar? Mu'min kishi shu holatga tushishligi mumkinmidi? Aslo mumkin emas edi. O'zimizga bir nazar solib, insof bilan o'zimizga baho beradigan bo'lsak, bizni faqat suratimiz qoldi shekilli azizlar. Zohiran tashqi ko'rinishimizdan mu'minlikni da'vo qilayotgan bo'lsak-da, lekin ma'naviy tomondan shunday bir oqsoqlik, shunday bir majruhlikka yo'liqdikki biz, Alloh o'zi bizni o'sha jarohatimizni muolaja qilmasa, Alloh o'zi saqlasin, holimiz voydir azizlar. Qarangki, Robbimiz shunday mehribon zot ekan, agar bir insonni hatta harakatiga qarab rizqini berib yo to'xtatib qo'yishligi mumkin bo'lganda, bizni bugungi holatimizga hammamiz ochlikdan o'lib ketgan bo'lar edik. Lekin buyuk Robbimiz mehribon zot ekan, bizni ana shuncha qilig'imizga qaramasdan, bizni xato kamchiligimizga qaramasdan, gunohdan, haromdan hazar qilmasligimizga qaramasdan Alloh rizqimizni yetkazib berib turibdi-da, yana ham.